Assalomu alaykum aziz do'stlar. 2015-yil pista ko'chatini bir qarashli ko'chatini ekkanmiz. Примерно mana shundoq bo'lgan ko'chat 10 yil davomida mana o'sib mana shu holatga kelgan. Zo'radan olaman hozir. 10 yilda mana shundoq bo'ldi. 10 yilda jufti bo'lmasa meva qilmadi degan gaplarni eshitib ikkinchisini ekmadik, baribir qani bir meva qilib bo'lar deb 10 yil deganda mevaga kirdi. 15-20 dona meva qildi. Endi mana mevasini uzib hozir nasıl qildik? Mana hozir 15 tacha mevasini qildi mana. Po'stini ochganda yorilgan bo'lar ekan mana o'zi. Hamma shunaqa. Kamerachi yo'q, bir qo'lda o'zim. Nima qilyapman mana. O'zi yorilgan bo'lar ekan ichida. Televizorlarda, mana YouTube'da ko'rib yurganmiz. O'zimiz ham endi mana birinchi marta ko'rishimiz. Bu yildagi mutaxassislar yana ham ko'proq qiladi, uzumga o'xshab soladi deyishdi. Ko'ramiz mana. Yorilgan holat. 15-20 donacha meva qildi. Jufti bo'lmasa ham meva qilar ekan. Mana natijasi 10 yil deganda meva qildi. 10 yil deganda pista ko'chat. Eron pistami, Handon pistami? Endi mana shu. Mana o'zi yorilgan bo'lar ekan mana. 10 yil deganda mana shunaqa videolarni o'tkazib olmaslik uchun podpiskani bosib qo'yasizlar, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.